Dasturimizni davom etamiz. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan haftaning har payshanbasi yoshlar kuni bo'lishi belgilangan. Shu munosabat bilan Toshkent shahar soliq boshqarmasi mutasaddilari tomonidan poytaxtimizning turli tumanlaridagi yoshlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazildi. Asosiy mavzu soliqning jamiyatda tutgan o'rni bilan yoshlarni tanishtirish. Yoshlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan ochiq muloqotlarning dastlabkisi Yashnobod tumanida o'tkazildi. Rahbar va yoshlar uchrashuvida Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig'i mamlakatimizdagi soliq qonunchiligi va undagi o'zgarishlar, tadbirkorlik muhitini yaxshilash borasida davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar bilan yoshlarni batafsil tanishtirdi. Talaba yoshlar ham savol-javoblarda faol qatnashdilar. Muloqot davomida soliq sohasidagi so'nggi innovatsiyalar, mobil ilovalar orqali ko'rsatilayotgan masofaviy xizmatlar va tizimning shaffoflashuvi haqida batafsil ma'lumot berildi. Yosh tadbirkorlar uchun amaldagi soliq imtiyozlari tekshiruvdan servisga tamoyili asosida tadbirkorlarga yaratilayotgan qulayliklar tushuntirildi. Shayxontohur tumanidagi yoshlar uchrashuvi ham ochiq fikr mulohazalar, yoshlarning g'oyalari maydoniga aylandi. Ishtirokchilarga soliq faqatgina majburiyat emasligi, balki jamiyat rivojiga qo'shiladigan hissa ekanligi tushuntirildi. Yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslari qo'llab-quvvatlandi. Bizani qiynab kelayotgan ish soliq bo'yichami, tadbirkorlik bo'yichami, yoshlarni tadbirkorlikka rivojlantirish bo'yicha hamma qiziqtirgan savollarimizga javob oldik. Yig'ilishdan so'ng bizga kitoblar taqdim etildi. Rahbar va yoshlar uchrashuvi Yangi hayot tumanida ham tashkil etildi. Tadbirda yoshlarning fikr-mulohazalari, taklif va tashabbuslari tinglanib, tadbirkorlik faoliyati davomida duch kelayotgan bir qancha masalalar muhokama qilindi. Shu yerning o'zida masalani yechish bo'yicha kerakli tavsiyalar berildi. Uchrashuvlarda yoshlarga kitoblar to'plami va tashakkurnomalar taqdim etildi. Axborotdan o'rin olgan xabarlar shulardan iborat edi. Dasturlarimiz davom etadi. Bizdan uzoqlashmang.